Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumat televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishlarini qizg'in qarshi olamiz. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining Xitoyni tunji qitim raqobatchi deb qaror qilishi Beyjingning kun sayin kuchayotgan harbiy va iqtisodiy tashabbusiga qarshi demokratik o'xshash fikrdagi davlatlarning ittifoqlashganligining eng yangi ifodasi. Kyoto xabarlarining 30-iyundagi xabarida aytilishicha, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidagi 30 bexatarlik bo'limining Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan keyin Rossiyaga markazlashib, Hindi Tinch okeanidagi bexatarlik va'dasiga imkon bo'lmasa-mu, bu harakat yanada simvol xarakterlik bo'lishi mumkin. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti chorshanba kuni Madridda o'tkazilgan boshliqlar yig'inida tasdiqlangan 2010-yildan beri tunji strategik hukmda Xitoy Xalq Jumhuriyatining xirisi va majburlash siyosati bizning manfaatimiz, bexatarligimiz, shundaqla qimmat qarshimizga zid deyildi. Hujjat Xitoyni dushman deyishdan o'zini qochirish bilan bir vaqtda Beyjingning tez yadro qurol ombiri, tor mashg'uloti, dushmanlashish so'zlari va iqtisodiy pishani qo'llanib o'ziga beqindirish, shundaqla ta'sirini kengaytirish qatorliq Atlantik okeanidan halqagan ittifoqqa tahdid deb qaraladigan bir qator harakatlar tilga ilingan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Xitoyni tunji qitim raqobatchi deb tasvirladi. Amerika tadqiqot qurilishi Rand shirkatining Sharqiy Osiyo bexatarlik ishlari mutaxassisi Jeffrey Horning Xitoy to'g'risidagi bu yangi ochiq bayonning qabul qilinishining an'anaviy usulda Rossiya va Yevropa masalasiga markazlashgan ittifoqning ko'rinarli o'zgarishdan derak beradiganligini, Yevropa demokratik davlatlari va uningga o'xshash davlatlarning Beyjingning ig'vogarchilik qilmishidan andishlanadigan Yaponiya va Avstraliyaga o'xshash Hindi Tinch okeanidagi sheriklari tarafda turadiganligini aytdi. Angliya aqlli ambiri xalqaro strategik tadqiqot o'rnining doklatiga qaraganda, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining 2019-yildagi Xitoy masalasidagi maydoni a'zolarning Beyjing bilan bo'lgan o'xshamagan iqtisodiy manfaatni aks ettirgan o'rtaq pozitsiya bildirishdan saqlanish bo'lib, Rossiyadan kelgan tahdidlarga markazlashgan. Yevropa davlatlarining Xitoyning Hong Kongdagi demokratiyani qo'llaydigan namoyishchilarga zarba berish, atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligi, Janubiy dengizdagi harbiy harakati, iqtisodiy faoliyatlarni ko'rmasga selishi Beyjingning harakatini murakkablashtirdi. Tayvan Amerika bilan Xitoyning to'qnashib qoladigan yoshirin harbiy nuqtasi. Amerika amaldorlarining aytishicha, Xitoy 2027-yillar atrofida Tayvanga tajovuz qilish va Tayvanni ishg'ol qilishga tayyorlanish uchun harbiy kuchini kuchaytiryotidi. Bosh ministerimiz Solih Xudoyer apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytirib, Rushanki Xitoy Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti va xalqaro tartibning dushmani. Xitoyga bevosita xiris qilmaslik faqat Xitoy imperiyasini kuchaytirdi. Xitoyning dunyoning qabohatlik tushiga aylanib qolmasligi uchun simmetrik bo'lmagan bir chekindirishga ehtiyoji bor dedi. Bizdan avlodlarimizga qoladigan eng cho'ng meros hurlik uchun kurash qilish, haqiqatni yeyish badaliga jon berish bo'ladi. Avlodlarimiz erkinlik va mustaqillik uchun elib berilgan urushlarning quyruqi emas, beshi bo'lishi kerak. Ey Allohning so'yimli qullari, ey vatan tog'larining tangdoshsiz zinnati, hurmatli qo'g'dug'ichilar. Bu vatan sizning. Alloh haqiqat va vatan uchun kurash qilganlarga yordam qiladi. Erkinligimiz rahimsizlik va ziyonkashlikka qarshi to'kilgan qon bilan qo'lga keladi. Musulmonlar qul qilmoqchi bo'lgan zolim hokimiyatlarga qarshi kurash qilish kerak deydi Kavkaz qahramoni Sheyx Shamil. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lasizlar.